Akunya va Dumfries o'rtasidagi mana bu to'qnashuvga oid videolarni menga juda ko'pchilik yubordi, ya'ni reportaj yoki video sifatida olib chiqing degan ma'noda. Mana shu videoni bugun ko'ramiz va bu videoni o'rtasida orqa fonda mashhur bir o'zbekistonlik inson ham bor. Agar ko'rsangiz va tanisangiz albatta izohlarda yozib qoldiring. Vamos. Ey, Dumfries, sendan shu kubokni yutib olganman. Esingda, sendan? Bu paytda jahli chiqqan Dumfriesni Mastantuoni tinchlantirishga harakat qilmoqda. Akunya va Dumfries o'rtasidagi ilk to'qnashuv Qatardagi mundialda Argentina va Niderlandiya o'rtasidagi o'yinda bo'lib o'tgandi. Dumfries Akunyani to'xtatib qolgan va hakam Niderlandiya darvozasiga penalti belgilagan. Va terma jamoalar o'rtasidagi mundialdagi holat klublar o'rtasidagi mundialda ham sodir bo'ldi. Faqat bu safar Akunya Dumfriesni to'xtatib qoldi. Va bu to'qnashuvdan keyin ikki futbolchi mushtlashib ketishga oz qoldi. Har doimgidek hakamlar va jamoadoshlar aralashuvi buni oldini oldi. Hushtak chalingandan keyin esa Dumfries Akunyani maydon tashqarisiga chaqirdi. Ikki futbolchining qanchalik xursandchilik bilan mushlashish uchun ketayotganiga e'tibor bering. Agar shu paytda yana ularning jamoadoshlari, hakamlar va murabbiylar shtabi aralashmaganda bu nima bilan tugashini bilasiz. Inter futbolchilari Dumfriesni alohida kiyim almashtirish xonasiga olib ketishgan bo'lsa, maydonning u tarafida River futbolchilari va murabbiylari Akunyani o'rab olishga majbur bo'lishdi. Va shu bilan klublar o'rtasidagi mundialda ikki futbolchi o'rtasidagi ehtimoliy janjalning oldi olindi.